Hayot sinovlarga to'la. Ana shu sinovlarga bardosh berib, mardonavor yashash esa eng avvalo bugungi kunda shukronalikdan boshlanadi. Mingbuloqlik Rustamjon aka mana 60 yoshni qoralabdiki, o'zining halol mehnati bilan hamisha insonlarga nafim tegsin deb yashab keladi. Elektr jihozlarini ta'mirlaydi. 2009-yili 1-guruh nogironi bo'lib qolgan, lekin men 4 muchasi sog' bo'lgan odamni ishini qilaman deydi. 2009-yil 1-guruh nogironi bo'lib qolganman. Undan oldin 2-guruhga bordim, bitta yo'lni yurardim. Shunda ham shu sohada ish qildim. Endi boshida bo'ladi tushkunlik. Qandaydir hayotdan xafa deb bo'lasiz. Bunga hech kim sababchi emas aslida. Tushkunlik holatlari bo'lgan. Tushkunlikka chiqib ketishga menga mana shu hunarning sababchi bo'lgan. Kim sababchi bo'lgan endi bundan? Bunga men ustozimni bilaman. Yaxshi odam bo'lganlar, joylari jannatda bo'lsin. Abdumanno aka degan odam bo'lganlar. Bu yerdan hech kimni ko'rganingizdan kelmaydigan holat tushkunda bo'ladi-ku. O'sha paytda o'sha odam menga ro'para bo'ldilar. Endi oldin shopirib yurgansiz, diqqat bo'lasangiz bo'lmaydi deb, yuring men sizga hunarni o'rgataman deganlar. O'sha odam orqali shu hunarni o'rganganman. Biz elektr jihozlarini ta'mirlash bo'yicha ustamiz. Bunga elektr dvigatellar, elektr nasoslar, bor elektrda ishlaydigan jihozlar bo'yicha ta'mirlaymiz. Qahramonimiz yurtimiz tinch, hamma narsa muhayyo bo'lgandan keyin ishlash kerak. Faqat kimgadir foydangiz tegsa, yaxshi deb o'ylayman. Davlat nafaqat beradi deb kutib o'tirmay, ishlab insonlarga foydam tegsa, shunda men o'zimni baxtli hisoblayman deydi lavhamiz qahramoni. Yurtimiz tinch, kayfiyati tushdi, foyda kelgisi ham yo'q. Hamma narsa yetarli bo'lgandan keyin odamni o'zining ichidan chiqayotgan g'ayrat deb o'ylayman-da. Yotsa ham bo'laveradi, men nogironman-ku, davlat menga nafaqa beryapti. Yo'q, endi shuning uchun ham harakat qilish kerak, nogiron deb yotavermasdan chiqib ishlab, o'zini mehnat qilsa, kimgadir foydasi tegadi, kimgadir yordami tegadi. U kasal odam yotadi. Men o'zim kasalman o'ylamayman. Turmush sog' odamda ish qilaman. Rustamjon aka o'zining 4 farzandiga qo'shimcha yana 4 nafar bolalarini farzand qilib saqlab olgan. Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini hokimi yordamchisi ko'magida Rustamjon akaga ham ko'mak berilgan albatta. Biz ham Rustamjon akani ishlariga rivojlaymiz. Doimo xalq xizmatida charchamang deb qolamiz. Husniddin Hamidov, Rustamjon Isoqjonov, Ovozi informatsion dasturi uchun.